Kolbasa va kolbasa mahsulotlarining ko'plab turlari mavjud bo'lib, ularni iste'mol qilish to'g'rimi degan savol juda muhim ahamiyatga ega. Kolbasa tarkibida uning turiga qarab 822 dan 1636 mg foizgacha natriy tutadi. Bu tuz degani. Ortiqcha tuz iste'moli gipertoniya va qator yurak kasalliklari xavfini oshiradi. Kolbasa tarkibida hayvon yog'lari 25 dan 40% gacha bo'ladi. Ortiqcha yog' iste'moli semizlik va boshqa kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Kolbasa tarkibidagi oqsillar asosan teri oqsili hisoblanib, sifatsizroq, ya'ni kaloriyasi kamroq oqsil hisoblanadi va qayta ishlanish jarayonida sifatli aminokislotalarni ko'proq yo'qotgan bo'lishi mumkin. Go'shtni qayta ishlanish jarayonida selitra va saxarozadan o'tgan kolbasa o'z navbatida qator nojo'ya ta'sirlarni o'zida tutadi. Albatta, sog'lom odam uchun kolbasani iste'mol qilish hech qanday zararga ega emas. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 2015-yilda kanserogenlarning birinchi guruhiga, ya'ni rak kasalligiga sabab bo'lishi mumkin vositalar qatoriga kolbasa va kolbasa mahsulotlari kiritilgan. Qaror o'zingizda. Men tovuq filesi, go'shtli ruletlar, tvorog va loviya yeyishni maslahat bergan bo'lardim.